Assalomu alaykum. Xola yana keldim oldingizga. Hayratjonmisiz? Ha, hayratjonman. Hayır, keldingizmi? Otangiz nima edi, onaxon? Zaynab xola. Bir taniydi. Ha, onam endi rahmatli bo'lib ketdilar. Bola ota akalar bor a. Ha. Hammasi biladi meni. Ha. Hammasi. O'g'lingiz qancha bo'ldi o'tib ketganlariga? 1 yil bo'ldi. Bir yil. 16-aprel. Nimada? Aprelda. O'zingiz nechinchi yil onaxon? 34-yil. 34-yil bo'lsangiz nechaga kirgan bo'lasiz? Hozir 3 ham deyishyapti-yu. 3 kam 100. Inshaalloh mana 3 kam 100 ga kirgan odamni ziyorat qilgani keladigan odamlar mana adres qo'yib beryapman. Inshaalloh kelinglar. Nima? Yana yili bo'ldi bolam. Inshaalloh. Bolam yaxshi edi. Sizni senga yaxshi edi. Ha, xudo xolasa Opalaringiz bor. Sizni ko'rgani butun dunyodan kelishadi endi. Onaxon 100 ga kirgan odam yo'q hozir. Inshaalloh. Mana u jo'natamiz xudo xolasa. Mana ish qilyaptilar hozirda. Qaraydi, azlar ham qaraydi. Ha, yaxshi odamlar bilaman bularni. Bilasizmi? Qaron o'zingiz bor. Mazasi. Mahbat bilan taniysizmi? Jigar hali kelib. Xudo xolasa onaxon Hindistonga jo'natamiz. Mana shu o'sha yerda davolab berishadi. Mana shu nerv tomirlar o'sha yerda davolashyapti hozir. Dam soldiramiz. Zo'r qorilarga borib dam soldiramiz. 2 marta dam soldiramiz. Xudo xolasa. Bugun xudo xolasa dam solishmaydi. Endi ertaga xudo xolasa. Uylaring kattasi. Bizga gastronomda onaxon. Voy aynan. Inshaalloh ertaga xolasiz. Hali qizim ham tozdirdi-yu. Yana ertaga uni Leninda bitta imom domla solyaptilar dam. Nima? O'sha yerda dam soldiramiz. Ertaga billa boramiz, xudo xolasa. Nima? Asrdan keyin kelaman. Asr paytda olib ketaman sizni. Nima? Ranoha bordi, qizim. Ha, dam o'sha yerda ham bitta dam soldiraylikchi, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Lekin bo'pti onaxon, ertaga kelaman asrdan keyin, xudo xolasa. Hayronjon keldi deyman. Yo'q, hozir borayman, asr bo'lgan yo'q hozir. Otilgan maslahat hozir chiqaraman. Xo'p bo'ladi, xo'p. Hayronjon keldi deyman. Qara deyman. Maslahat qiling aytaman sizga. Xo'p bo'ladi, xo'p onaxon. Xo'p, ertaga kelaman bo'lmasa asrga. Xo'p, sog' bo'ling. Ertaga xabar oling. Xo'p. Surnak-ku. Onaxon. Ana yodimda xo'jayinlarda alohida. Anachil uylar. Endi hammaga kamera qo'yib qo'ygan. Menga hechdan qo'ymaydi. Hali kamera bor dedi. Tushunadi. Endi bilib bo'lmaydi. Olloh saqlaydi men demaysiz ona. Hech kim deyolmaydi. Siz Alloh deb panohidasiz ona. 100 ga kirgansiz-ku. Qo'yaman. Ani jiyanim. Men xudo xolasa endi sizni kunda xabar olib turaman. Mana Zuhriddin o'rtog'imman. Qo'shnimiz. Xudo xolasa men kunda kelaman siz oldingizga. Qilyapti. Ha, endi boshlayapti. Xudo xolasa mana shu magazin qiladi endi. O'zingiz ham qarashoring. Ha, qarashaman. Duo qiling bitta onaxon yana. Amin. Alloh akbar. Sog' bo'ling ona. Yo Alloh, mana 100 ga kirgan odamni ziyorat qilaman degan odam mana kelaverasizlar mana. Sport majmuasining orqasi, O'ram oshxonasini yo'q qarasiz. Yo'ravor. Masjidimizning orqasi. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar, kuzatinglar inshaalloh. Yordam beraylik shunaqa qiynalgan odamlarga.